Sobit, ha. Muhmonovich. Olaymi Sobit. Xo'p, nechinchi tug'ilgan? 88-11-may. Telefon raqamimiz. Aha. Ko'rsatdi. Bu pachti ketdi. Non ba'zida barib chiqyapti. Men bilmayman. Balki o'sha o'tib kelgan meni asoradanmi bu yo'qmi? Umurtqa. Ha, 10 kurak tagi. Ba'zida og'riydi, keyin 10 kurak tagida og'riq bo'lib turadi. ba'zida oldin ancha kamaydi hozir. Aha. Keyin ana bu ozgina diskomfort hozir yo'q. Faqat bu fizoqlarida bo'ladi. Ko'psa. 10 son boshchasida kuchli badan tarbiyada, ha? Da. Tarbiyada O'tib turganimda ozroq bor, diskomfort bor. Prям og'ir emas, diskomfort bor. Xo'p, ana bo'lib qolganda, programma bo'lib qolgan. Ha, yo'q. Endi siz bizga demak mana nimada kelgan ekansiz. Tozalab o'qigan ekanman 1-fevralda. 1-fevralda 6-yilda 4 kunlik tozalab Qilgansiz. qilingan. Undan keyin ham kurs qilgansiz. 7-kuni ekzema, varikoz ekzemalaringiz bormidi? Hozirchi? Hozir bir kiyimni ko'rsin, uni keyin Xo'p, qilaman. kamayib ketdimi? Yo'q, uncha emas. Uncha emas. Qishdachi? Qishda O'sha paytdagidan kammi? yo'qda. Почти bir xil. Juda ko'p aniqlayman. Ixtirobar qichib rostmi? Qichiganmi shuni ko'raman. Bir xillarda. Qishlar kamaydimi? Yo'q, kamagan, lekin kolleksiyasi bari ozgina bor-da. Ekzema. Qarang, здесь mana shu isi bo'lsa. Mana shu bo'ldi. To'g'ri, mana ko'z Ekzema, qo'l pancha, barmoqlari. Bilak. mana bu ham ozgina bor. Va sonni yuqori qismida, yuqori ichki qismida. Mana bu ham ozgina bor-da. Ochingchi. Rostmi? Ozgina. Ko'p emas. Mana buni ham ko'rdingiz. Mana deganingiz. Telegramga yetkazgan. Qorinda bor. Shikamegan-a? Ha, u почти qichmaydi, bir xillarda-da. Shikamegan. Xo'p, qarang, endi bu yerda 10 son suyagi boshchasi aspik nekrozi bu bor edi. Bu mana shu 10 son suyagi boshchasi aspik nekrozi bor edi. Bu nima shikoyatlar bor edi o'shanda? Nima qancha bezovta qilardi? mana yurganda og'ridi. Kiysam Doimiy og'riq bor edi. Ha, Doimiy og'riq bo'ladi, doim. bor edi, o'ng oyog'ida. 10 son va oyoqlar. Kechalari olib chiqmasmidi? Redka. Ha. Dam olsam, Kam hollarda redka. kechalari olib chiqadi. Bo'lgan. Xo'p. O'shanda kelganingizda necha kilogramm edingiz? 110 mi, 109 mi desam. Tozaroqdan oldin, ha? Ha, 110, men 110. 10 kilogramm edi. Tozaroqdan keyin necha bo'libsiz? 105 ga tushdim, esingizda bo'lsa. Keyin 105. Hozir 105 97, 96 yarim mana shunaqa. Hozir qancha chiqinchi taroziga? Oyoq kiyim bilan chiq. Ko'p chiqsa kerak hozir 97 750. 97 750. kilogramm. Hozir ham baribir ortiqcha Bor-da. ortiqcha bor. Ha. Lekin yaxshi tomon o'zgarib keladi, to'g'rimi? Men fizический bor, mana fizический bor, men ham mushki bor. Gap bo'lish mumkin. Men уже presan chiqdim. Nima qildingiz? Nima fikr qildingiz? Aytganingizni qildim. Faqat 10 Qaysi birini? Men ko'p aytaman, har xil. Esingizda bo'lsa, bitta qizni ko'rsatgandingiz. Lёгкий, men lёгкий qilmayman. Men workout bordi, 50 minut, 1 soatlik. Ha, fitnessmi boyagi? Ha, fitness. 13 minutlik. Ha, uni faqatgina erkaklarga qildim. Og'irini qildim. Hamma narsa qildim. Rezinka ham, tosh ham, o'tib turish. Kuniga necha soatda? Kamida 1 soat qilaman. Kuniga 1 soat. Ha. Suvib ketaman. Zo'r. Kuniga 1 soat. Даже 1,5 soat bo'ldi, chunki ertalab qilaman. Turgandan keyin qilaman. Yana 30 minut. Mana bu esingizda bo'lsa, men tarafarim, mana qarang, og'zida, oyog'im pastiga oq qolmadi. Muskul ketaman. Ha, hozir hamma mana og'zidan tan. Yana o'zim g'ayrat o'zim bor, esingizda bo'lsa ko'rsatganimda har ketmadi. Sifat ketadi bilmayman. Ana qarang, fizически men kuchli bo'ldim. Mana bu Samachувствие-chi? samachувствие yaxshi. Yaxshi. Shu ozgina resim qotib qoldi-da. Ha. Shuni bitta qadar yo o'zi ana organizm keyin bittadan keyin tushiradimi bilmayman. Qani stressga tushib Hali qoldim. optimal variantga bormadingiz-da. Siz hozir 97 bo'lsangiz, bo'yingiz necha? 178. 177. 84 bo'lishingiz kerak-da. Mana shu aytganingizdek, hamma narsani yeysiz-ku, men hamma narsani yemayman. Non yemayman, shirinlik yemayman, yog'li yemayman, xamir yemayman. To'g'ri, Miqdor ko'proq bo'lyapti-da. lekin hozir vaqtda meva ko'proq yeyman. Meva ko'proq yeyman.
O'sha hozir yeb turganingizdan kamaytiramiz ozroq. Хорошо. Aseptik nekroz tuzalish bosqichi, ekzema tuzalish bosqichi bu ham. O'sha 585 lik endi yo'qoladi bu ham. Keyin endi nima edi? Shikoyat. Mana bu esingizda mana bu? Nima edi? Ayitim bor edi mana. TTga ham oshib ketadi. Qog'ozmasiga yuboraman. Endi normal bo'lib qoldimi? Bir minut olmasiga yuboraman. Yubordim. Yaqinda operator ko'zimni ham tekshirtirdimda, qadar men tomiring dori ichishga deb dori ichdim. Sizdan so'ragandim, ovurdi deganingiz. Yetarli ichaman. Hozir ichkizga yubordim, Telegramdan. TTB yaxshi. Endokrinologga ko'rsatdim. Zo'r dedi. Xoning ham yaxshi dedi. Shomolish ham yo'q dedi. Masalan, bu qog'on qalqonsumonbez gipotireoz deyilgan. Sen yod berasan deyman. Aslida u o'zi organizmda modda almashinuv tezligini Xudo bergan mijozda u. Masalan, deylik kuniga 1,5 ming kilokaloriya bazasining modda almashinuv bo'ladi deb TTga belgilab turadi. Masalan, mijozda belgilab turadi. Erkak ayollarda 1200 bo'ladi deb turadi masalan. Endi yashash tarziga bog'liq bo'lganda u qancha uxlaysiz, qancha harakat qilasiz, badan tarbiya bo'ladimi yo'qmi, shuni darajasi belgilaydi sizni modda almashinuv darajasini. Endi uzoq muddat yetmay qolsa shunga qalqonsumonbez disfunksiya bo'ladi. O'shaning uchun uni yod podlar bilan emas, modda almashinuvni kuchaytirish kerak-da, ya'ni mizojini qizdirib, mana sizga o'xshab badan tarbiya qo'shsa, o'zidan o'zi joyiga keladi. Endi hozir o'sha badan tarbiya deganimizga endi mana 1 soat qolman-ku, yengil bo'lmaydi uni. Endi zalga boraman, chunki men organizm talab qilyapti, og'irroq ekan, kuchliroq ekan deb. Bilmayman, shuni olib kelyapti. Bo'ladi, mana shu ishlang aka, boshqa ishlarni qilavering. Men anomni kamaytirib beraman ovqatni. Ishlar o'zingizda-yu, lekin menimcha yetadi mana shu. Chunki maqsadimiz siz olimpiya chempion bo'lmaysizki, to'g'rimi? Yo'q. Ana shu etkazgan keyin bo'libdi, menga yo'qotdi deb organizmni. Yo'qotgan bo'lsa qiling. Yana qilgan deyapti-da, charchab qolmayman men. Ya'ni yo'qotgan bo'lsa qiling. Shuning uchun o'sha boshida 10 minutdan boshladim, hozir 1 soat o'tgan bo'ldi tonus. Juda yaxshi. Presslar ham o'sha chiqib boshladi, presslar. Ozgina besizda yana bir tozalab qo'ramiz 3 kunlik. Shuni qilmasak bo'lmaydi. Boshqa prosta ovqat kam yeying. Chunki qiynalman, qiynalganman. Shunday istib bo'lsa, hatta bitta olma yeydiganman istib. Xo'p, chala qilamiz unda. Bir mahal salat yeysiz, qilasiz 3 kun bo'ladimi? Хорошо. O'shundan salat yeymanmi? Yo'q, o'sha chala oshliq qilamiz sizga. Хорошо. To'liq oshliq qilsak, qiynaladigan bo'lsangiz. Chunki men bu o'tfeymodan ruhlardan qoladi, qiynalaman. Siz qilmaydi, xotirmang. Lekasid 6, gazafil, yazinafil 02. Xo'p. Trambas 179. Xo'p, yana nima bor? Strahovka deb yozganmi? Hey, men Shomondan boraman, strahovka shunaqa. Ha, TTga bor ekan. Ha. TTga norma bo'lib qopti-yu. Oldingiz necha edi? 4-2 edi. Sizda bo'lsa? Ha. Yo'q. 4-2 ham norma-yu. 4-2, no. Sal oshgan deganingiz, cho'chik, uni voqolmas deganingiz, lekin o'sha vez tushsa ham даже birga tushsa kerak. TTga. Uni uchish olmasa. Mo'lik.